taqdimotimiz qatnashchilari biz Yoshlar markazi qoshida Yoshlar media markazini tashkil etish bo'yicha open budjetga loyihani qo'ygan edik. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan bizni loyihamiz qo'llab-quvvatlanganligi sababli biz ushbu loyihada g'olib deb topildik. Bunda biz Yoshlar markazi qoshida Yoshlar media markazini tashkil qilamiz. Bu Yoshlar media markazida nima bo'ladi? Ya'ni yoshlar hozirgi kunda internet tarmog'ida bo'layotgan turli xil xurujlarni oldini olinadi. Ya'ni bu joyda bitta umumiy zal bor, ya'ni katta foyer bor. Undan tashqari 3 ta xona bor. Mana xona bittasi, bu xona bitta, mana yerda bitta katta xona bor. Men aytmoqchi bo'lganim, bu xona masalan zelonka deydi, yashil fon xonamiz bo'ladigan bo'lsa, bunda syomka jarayonlari, o'sha video olish jarayonlarida o'sha yashil maydonda oldinda orqasiga xohlagan fonini qo'yib olish mumkin o'sha. Men Husanboy Poshtaxonov, Namangan viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi matbuot kotibiman. Biz Namangan shahrida joylashgan Yoshlar markazi qoshida media markaz tashkil qilish bo'yicha loyiha open budjetga kiritdik. Open budjetda ushbu loyihamiz yetarlicha ovoz to'plolmaganligi sababli Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'ldi biz uchun. Ya'ni o'sha deputatlarimiz bizni loyihani ma'qullab tasdiqdan o'tishiga yordam berishdi va hozirgi kunda loyiha tasdiqlandi va qurilish ishlariga tayyorlov jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Buning uchun shaxsan o'zim nomidan, boshqalarimiz nomidan va Namangan viloyati yoshlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu asnosida, shu xususda Xayril aka Lutfullayevichga ham alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu tasdiqlanishda bosh bo'lib, yoshlarni qo'llab-quvvatlash kerak degan fikrlarni bildirib, oxirigacha turib qo'llab-quvvatlaganliklari uchun. Bundan hamma yoshlarimiz xursand. Alloh nasib qilsa, aytilgan rejalar amalga oshib, belgilangan studiyalar amalga oshgandan keyin mana shu yoshlarimiz uchun bir ajoyib maskan bo'ladi degan umiddamiz.